Diqqat aholiga shoshilinch xabar O'zbekistonda bugundan boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va jahonda bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yerda sariq darajali magnit bo'roni davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, kechasi Yerda qizil darajadagi kuchli geomagnit bo'roni kuzatilgan. Hozirda esa faollik sariq xavf darajasida davom etmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, bu holat yer magnit maydonidagi kuchaygan faollik bilan bog'liq. Bunday bo'ronlar inson organizmiga ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlarda bosh og'rig'i, uyqusizlik, asabiylik yoki holsizlik kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Bu davrda ko'proq suv iste'mol qilish, ortiqcha stressdan saqlanish va to'liq dam olishni tavsiya etiladi, deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib qo'yishdan like bosishni unutmang.